Dostlarım, hayırlı günler. Endi bugünkü kunda bir qaydadan meditsinskiy maskalar to'g'ri bo'lmay. Shunga ko'ra men sizga tezgina hamda endi o'ng'ayli, joyli maskani yasov usulini ko'rsatib o'tashakman. Mana bu endi bizning kuxonniy обычный salfetka. Shunday rulonda olamiz. Biz shunday solamiz. Mana bir qat. Hozir ikkinchi qat. Shu bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Mana qizim turadi. Mana shulay. Tegizlab solamiz shu qatni. Hozir ana shulay buklaymiz. Mana shulay o'rtalay. Ham ikki yoqdan qo'shi bilan kesamiz. Mana shulay. До конца kesib bitirmay qoldiramiz. Ham bu yoqdan shulay kesdik. Hozir endi ochamiz shulay. Shulay bitirib mana soldi, tegizlaymiz. Hozir endi o'rtaga buklaymiz. Bir, ham ikki. Shulay tegizib. Shulay tirkib qo'yamiz. Bo'ldimi qizim?